Xorazmga temir yo'llarning kirib kelish tarixini bilasizmi? Xorazm hududi temir yo'l bilan ta'minlanishda boshqa viloyatlarga nisbatan ortda qolgan. Masalan, 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida Markaziy Osiyoning ko'plab hududlarida temir yo'llar qurilgan bo'lsa, Xorazmda bu jarayon ancha kechikkan. 1917-1946 yillar oralig'ida Xorazmda temir yo'l qurish masalasi bir necha bor ko'tarilgan, ammo turli sabablar tufayli amalga oshmay qolgan. Bu davrda Sovet hokimiyati temir yo'l transportini strategik ahamiyatga ega deb bilgan. Chunki u orqali hududlarni nazorat qilish, qo'shinlarni tez ko'chirish va xomashiyoni markazga yetkazish osonlashardi. 1923-yilda Chorjoy va Urganch o'rtasida temir yo'l qurish taklifi ilgari surilgan, lekin mablag' va siyosiy e'tibor yetishmagani sababli loyiha amalga oshmagan. 1929-yilda Urganchda dastlabki temir yo'l paydo bo'lgan. Biroq bu oddiy va qisqa masofaga mo'ljallangan yo'l bo'lib, vagonlari ot yordamida tortilgan. U asosan paxta zavodi bilan yog' moy zavodi o'rtasida yuk tashish uchun xizmat qilgan. 1934-yilda esa Urganch va Cholish bandargohi o'rtasida motorlashtirilgan temir yo'l qurilib, Amudaryo orqali kelgan yuklarni tashish biroz yengillashgan. Shunga qaramay, hududda to'liq temir yo'l tarmog'ining yo'qligi jiddiy muammolarni keltirib chiqargan. Ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi yillarida bu kamchilik yaqqol sezilgan, zarur mahsulotlar yetkazib berishda uzilishlar bo'lgan. Paxta kabi muhim xomashyo esa o'z vaqtida tashib ketilmagan. Eng yaqin temir yo'l bekatlari Chorjoy hozirgi Turkmanobod atrofida joylashgan bo'lib, yuklar u yerdan Amudaryo orqali yoki quruqlik yo'li bilan Xiva va Urganch tomon olib kelingan. Natijada uzoq yillar davom etgan kechikishlardan so'ng 1947-1952 yillarda Xorazmni boshqa hududlar bilan bog'laydigan temir yo'l liniyasi qurila boshlagan. Aynan shu yillarda Charjoy-Qo'ng'irot temir yo'li qurib bitkazildi. Ushbu liniya Urganch shahrini ham kesib o'tgan. Shu tariqa 1950 yillarning boshlarida Xorazm viloyati ilk bor muntazam temir yo'l qatnoviga ega bo'ldi.